Shunday davrlar keladiki, inson yegan ovqatni ta'mini sezmaydigan darajaga borib qoladi. Chunki ta'm retseptorlarini buzadigan nafaqat ziravorlar, balkim aromatizatorlar, krasителlar, konservantlar, haddan tashqari ta'm beruvchi, hid beruvchi narsalar ko'payib qolgan. Va inson bir kunda 6 xil, 8 xil narsani aralash yeyishni evaziga, demak, bizda oshqozon o'sha signalni ola olmay qoladi. Meni taxminim emas, bu aniq faktlar bilan yildan yilga ketadigan o'zgarish. Masalan, odam yegan vaqti o'sha qanaqadir huzur gormoni ishlab chiqarmay qo'yapti. Chunki ko'p odamlar yo'l-yo'lakay tikka turib, o'sha ishdan qolmasligi uchun, o'qishdan qolmasligi uchun yeb ketyapti-da va umuman olganda oshqozoniga to'ygan hissini faqat beryapti, lekin ta'm hissini, o'sha gormon ishlab chiqarishni bermayapti. Va eng dahshatlisi bu bizni o't qopimizga va jigarimizga 2-3 ta tepganday ta'sir qiladi. Nimaga? Chunki og'izda ta'm bilmaganingizdan keyin oshqozonda so'lak bezlari bu yerdan bu yoqqa tushmagandan keyin oshqozonda o'sha kislota normasi pasayib ketaveradi va ovqat переработка bo'lmagandan keyin ichakka umuman обработка bo'lmagan oziqa tushadi. Buni azobini nafaqat ichak, balkim o't qopi bilan jigar ham ko'ra boshlaydi. Agar siz ham kasalliklaringizni ildizi bilan yo'qotib, dori-darmonlarsiz yashashni xohlasangiz, meni kuzatishda davom eting.